Assalomu alaykum. G'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida fikrlaringiz? O'yin yaxshi bo'ldi. Yashirmayman, har tomonlama biz bugun raqib jamoadan kuchliligimizni his qildik. Ba'zi bir o'yinchilarimiz jarohat bilan yakunlagan o'yinni biroz alam qildi. Lekin o'rtoqlik uchrashuv sifatida o'yin yaxshi bo'ldi deb o'ylayman menimcha. 70-daqiqada zaxirada maydonga tushdingiz va 10 daqiqa ichida siz o'zingiz xohlagan o'yinni ko'rsata oldingizmi? Yo'q, hozir ochig'ini aytganda biroz travmam bor. Travma bilan harakat qildim, o'shuning uchun 70-daqiqada tushishga harakat qildik. Sekin-sekin tiklanamiz, xudo xolasa. Ayaz jamoasiga 10 dan necha baho qo'ygan bo'lardingiz? 8. Nima sababdan 8? Aytayapmanki, har jabhada bizning o'yinchilar bugun ustunlik qildi. Himoyada ham, hujumda ham, pressingda ham, har jabhada. Aynan ulardagi qaysi qobiliyat deymizmi yoki harakat deymizmi, aynan qaysi jihatlarni ulardan o'rgansak bo'ladi? Hurmat. Faqat hurmat. Xo'p, rahmat sizga. Sog' bo'linglar. So'nggi omad. Rahmat. Rahmat.